o'zi arzon uylarni reklama qilishi jayam jinim so'ymaydi. Sababi uy egasiga bir yoq tomonga jabr bo'lib qoladi-da. Hozir bo'layaptilar, pul zaril bo'lyapti. Mashinlarga berib yuboraman deyaptilar. Olmazor tumani Sog'bondamiz 105 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Mana shu 3,5 sotuvlik hovlimizni mana yangi generalniy remontdan chiqqan 4 xona, 2 sanuzel, bitta oshxona. Hozir sizlarga endi bitta test ko'rsatib chiqaman. Qaytarib o'taman. Hovlimiz 3 sotuv. Mana bu yoq tarafda yana bitta xonasi bor ekan, katyol xona, lekin ko'rdim razmerlari katta. Bemalol boshqa bitta xona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Endi qaranglar, ikkinchi mana zal bilan spannimiz. Bu zal katta ekan, mehmonlar uchun juda ham zo'r mo'ljallangan. Bu tarafdan spanni naborlari bilan berib yuboraman deyaptilar. Yangi hali ishlatilmagan. Kelin tushirish uchun juda ham zo'r variant. Bu taraf mana detskiy bo'ladi, bu tarafda mana spanniga bo'ladi. O'zini ichida mana sanuzellari bilan bemalol. Aybi mana masjidga mashina sig'masligi. Qaranglar, parkovkani qanaqa qilsanglar bo'ladi. 11-maktab bor mana shu tarafda. Bemalol mashinani parkovka qilib kelsanglar bo'ladi. Bu tarafdan katta ko'chaga 50 metrlik masofada joylashgan. Iltimos qilaman, adashmanglar, egalarining raqamlari har doim tepada bo'ladi. Meni raqamim reklama uchun degan joyda pastda bo'ladi. Shunaqa narxiga mos bo'lgan uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi bu joyga.